Muşu Turxunning nurdan chiqqan is emas, ishlamsiz. Balki er kishining mingisidan chiqqan tutun. Hozir zaten nima uchun nurg'unlagan qarchashliqlar Muşu yoshirun yurakkan, akan, makan, börek zaiflashibdi deb tugab ketib bordi, o'lib ketib bordi. Ni naqshchilar, ni cho'lponlar, yosh bolalar, to'y qilmagan bolalar. Nima uchun mushta bo'lyapti? Bilamsiz buning sababi? Hammasi o'yin tomosha kayf sapani chekidan oshirib qilayotganliklar emas. Ya'ni mundaq sabablar bor. Uqdingizmi? Nima sabab desangiz, men hozir nurg'un yosh bolalar tugab ketib bordi. Bir nanchisigacha desangiz, men naqsh etadiganlar deydigina. Bular naqsh etish orqali pul topadi, san'atchi degan. Naqsh etadi, shu klublarda assun, yana bir yerda assun. Demakchi degan vaqtida bularga bir kechiligi 500 koy, 300 koy. Anaqdikin so'rin qo'yib etib bersa, o'rim berdi bularga. 100 koydan, 200 koydan men berime, a berime, endi shular bir so'rinning kayfiyatini eng yaxshi holatga kelib kishilarga eng mungluq lirik kuylar orqali shularga xo'shallik olib kelganligi uchun. Demakchi degan vaqtida yig'ibli kelgan, ya'ni shu pul tepish uchun. O hargiz kerakda, hamma bir ish tijorat. Meningmi do'yini chiqishim pul tepish uchun, nurg'unlagan xaridor to'plash uchun, bozorimni ichish uchun nurg'unlagan odamga o'zimning uyumilik qilishdan iborat mush kasbni qilayotganligim, ma'lum bir uyumilik shirkatning mas'ul ekanligimni bildirish uchun deganga o'xshash, mushta filmlarni ishlash uchun nurg'unlagan jafolarni tortamiz. Demakchi degan vaqtida, demak hozirchi degan vaqtida shu yoshlar qarang 150 ming ko'y, 100 ming ko'y pulimiz to'y qilolmaydi ekan. Qizlarning mayli arshi ulab kelsin, mayli bofi ulab kelsin, qandoq ulab kelsin, mayli amal yo'q. Uni ishkir o'lkalarda o bu deb chiqarib qo'yapsizlar. O nimalar qilsin? Shu bir ota-onasi atvoli qizim deb baqqanligi uchun shu bir odamning ishigini ochdi, shunchalik pulimiz cho'ng nag'ma navalarni qilmasa bo'lmaydi ekan. Shu pulni tepish uchun hammasining ota-onasi shahar boshlig'i emas, shu erkaklarning, yigitlarning ya bankirning balası emas, ya tug'ilgandan tortib sayyoda dachisi avtonomda och so'pqaga emas. Shular shu bizdek chat sahro yuziki dehqonning bolalari faqat ya bir jup emgakchan qo'liga ya aql quvvatiga tayanadi. Kech-kechlab shu pul tepishning ko'yida yuradi. Demak, haddidan ortiq zaiflashib ketadi, o'qdingizmi? Turmush qurgandikinchi desangiz, 2dan 3dan balib ketib qolgan. Mayak qarsa, maşinning amaydisi amali yo'q, qatnash qo'ral. Maşinning daykuni va, uyning daykuni va, ballarning o'qish puli va, to'g'an puli va, yiliq satang figurlik chiroyli xotinning andamanda choylari va, shular pul topma so'maydi. Cho'ng uydan iborat bizdek bir tal yarim tal o'g'ilib qolsa, ota-onasining andamanda o bu nimani qilib bermasa, o ata-onalarni ranjib qolami deydi. Shuning bilan bir uyning 9 to'shiga uni to'shtag'icha nijat vish deb vichildab ketdi-da bular. Vichildab ketdi uyu, shuning bilan ishki a'zolar ig'ir bisimlarga bardoshlik berolmaydi. Bardoshlik beramay tatidi, achchiq tamakini chekidi, achchiq qaraqni birarom ichib o'zini shu kayfiyatimni o'ngshayma, o'zimni tuzayma, to'xtab turib bisimni yengillaydi. Uningdan qanday bisim yengillaydi? Tamakin chekilavergandan o'pkidan masal chiqdi, aroqni ichilavergandan demak jiga, yurak hammanimga besim olib keldi. Shuni ular voya bichar bol, yoshli bol, kichikli bol tugab ketibdi. Nimaga teppagan kasallik yoshirun yurak. Demak, aning teshi palpal, ichi g'alg'al, allamburun ishki a'zolar ashu nurg'un besimlarga bardoshlik berolmay qoldi. Shuning uchun degan vaqtida hayoti oxirlashdi. Shunga oqchashliqlar ko'p, mamlakatimizda, davlatimizda qarchashliqlar azlab ketib bordi. Shunda bo'lgandan keyin davlatimizmi qanday qilyapti bo'lsa, yaxshi siyosatlarni berib, yoshlarni to'y qilinglar, to'ysiliklarni bo'lsin, uyning daykan o'simlarini to'valtyapti. Demakchi degan vaqtida nurg'unlagan yoshlar shu besimlar bak ig'irlab ketdi. Aningdikin o besimdan burun besimni shu o'zlari keltirib chiqaryapti. Quruq, yo'g'anchilik, izangi taqsaldirash. Ashu seningdan men qalamanmi, meningdan sen qalamdiq deb kattiyalarda gidikinangli bir taqstamlaylik harambaq, parambaq degan elak basıngiz, kichikinangli bir taqs yovmajisi 100 necha so'm. Gidikinangli bir tamig'i manchib bol. Bo'p ketgandan keyin shunda cho'ng yerlarga obro'y uchun qishqirib oldi. Bir gidikidan 4 tal tamoqni birisi 5-600 so'm bo'lib ketdi. 5-600 so'm pulni amaliyot uy deysa, bir oylik 4-5 jonning rizqoti mukammal yetibdi. Demak, bir qitim haqnikni yegandan keyin haqqa yig'izmisi yana bo'lmaydi.
Şunun bilenço desem aşı nemgi tapsan çaygı tapsa tuzgu yok, tuzgu tapsa yana bir nemgi yok. Aşı kama toşturamayla şu pulning g'imi eliq oyning 20'si deyken toşulga vaqt keldi. Tipirlap yürek degen pulang irip ketdi. Qaçanmış pulni qayta tapamay deb 6 odamga 100 qo'yish uchun 6 yangizda yağan ijarə aka oy adaş palancızın o böyle ay xuy xalqını qilib haqning oldin chuchugilinib ketdi. Şu erkek berip şu ishni qildi. Şunaş küçük ötsünüz tul xotunun tolu nemi yok hazır cemiyette. Ne qılıvarsınız tul xotun? Erkeklerinin, erlerinin tayını yok. Qanlı tul xotun. Şu tul xotunlarının cık ayol kişinin cıkıp ketdi. Demek ki bu nurgulluğun besimini sizilen biz özümüz mü keltirip çıkırımız ki? Nemi keltirip çıkırımız ki? Desek, uamda işlenim yok. Etim macam büyü dep. Yokulan işlağa, yokulan yerlerine pul işlep. Hatta şu xotunlarının kirpigini bir çıraylık kirpiklerine kirpik ultuduğun gibi adın 100 koyup pul verseniz kirpigimde onu vat boğasam. Çıraylık olmasam olmaydı o. Nemi gelse erim başka xotunlar qarab gitem ben texim çıraylık olmasam dep çeçini teoren kıldığın gibi a eriden 300 koyup pul apırıp a 5'ini yürüp a natonuş erlerge erlerse tıraşkansın ayallah çeçini yasır vat sığını atçığım ki ağzımda buzay dep kaldım. Ya bu xotun kişi berip çeçini tutupurdu da yetipurdu köksünü haq kördü appak boyunlarını haq kördü a başlarını haq sılap kep tutup a xotunlar erva xotunlarının beşini ne o yeşil yetip qalgan balağat ketip ketken qaqdal bo'lib ketken guylar tutup ya birini sılap beşini jüp onu teoren kıldık deydi. Ey momamның davrida amaliyatda a örükning ilmi şaptınning ilmi jigdining ilmi bilan şu başlarını kısmı şu çaşlar şunçlik tal buladı. Momam mı şunçlik çıraylık ayal idi şu devirlerde. Endi kelgen muştak. Bu şu çıkımlarının tüşügünü kim tapıdı? Er tapıdı, erkek, Nicat tapıdı. Mehmet tapıdı, Semet tapıdı. Ümit tapıdı, Tursun tapıdı pullarını. Misal ama o. Şunu olan bu turmuşun bu besimi, o besimi onun boğandaki şu işki azalar vasır kız çıkıp gidiyordu. Yani çavza esivetken maşin kanda oldu, gangben sunup gidiyordu. Yabımız çak vang itilip gidiyordu. Ameliyat norması 20 tonlu diye onun 30 tonla 35 tonlu besivetken diken matur mu lagan oldu. Çak mı yerilip gidiyordu. Gangben mi sunup gidiyordu. Hoca adam mı mesele çıkıyordu. Ahır bu maşin bu fiiludu. Adam mı şu? Onda yüklerini eğir atıvagandan faydası yok. Şolaşqı deydiğinim nime degen vaqtida insanlar biz qanaat qilayli, qanaatla yaşayli. Hergiz kişilerle besleşmeyli. Nime qilimiz besleşip, qanda yaşandı, meyyabada, sembada oynamdı, KTV'de oynamdı, o katta maşin alamdı, beniz alamdı, yeni bir nime alamdı. Onu öyle bizim işimiz yok. Vay ben bilemem, benim şu saha, şu şehirde, nurgun çok şehirler kaynap. O palak meclisine kirip jügennin vağı qaram 95%'ning hammasi hökumatning banki qaz, qabi qaz, jufu bal qaz, 40 qanchaligini qipishda yo'q. Alt qosaqni sepsilab turib olgan bilan tirissidi qaz. Habi o'z oldiga bir qazsiz 1 million puli bor odam taschimi men sizga deb beray bo'p yoshlardan. 1 million degan jiqib ketdi. Qaz yo'q, 100 ming ko'y, 500 ming ko'y puli bor odam yo'q-ki. Demek ki yok oldu ama ümmilik şirketleri dişlevadı da niye vallahi ayda 4'ten 5'te öysiyetvadı da ben ondan sonra senin pulun demiş ki berkatlik sen bu sen okşaş pul tipatını sen demiş için bunda işlem kıp gitsen ben tağanın uçunu mu aslını mı çın tutuma çınarak ben bir kıl. Çın olab haktın mı destkandan kızganmayma haktın hakkını yavamayma atanamga bergenim kanım ağırmaydı lekin bak kalayımı kan sorullağa bak kalayımı kan yerlerge bek eşemet kurluklarga, bek izeng takısıldırga işlerini kımayma. Fakat mene olan soğudu cihette, bala vaxtideki ağillerim, bu kalsa şu öz yolunda bir-birsimiz bilen ticaret kılıdırga işler üçün sorun var ime. Bu mesela bala vaxtideki ağillerim var, bir 6-7 tal ağillerim, şula öyle arlışıma demiş ki, ölüktürgümüz boludu, ağırıksılığımız oldu, atanımızdan bir işler olup kaldı, şu bala vaxtideki ağiller, işlim kıpıraymışsın ba, mürt gelse, beşimizge bir iş boğa vaqtida şu bala vaqtidagi ağillar berip hech nim qilib beramiz atanimiz o'lib qolsa berib yerlikni ko'lab jinozasini ko'tirib jamoat kelsa shuning qo'liga suv quyib qilib beraylik shuning uchun men bala vaqtidagi ağillarimdan tanmayman mayli ular bir chin aytgancha qilib qishqasin mayli bir tal to'qol so'ysin mayli bir qo'y so'ysin 100 kilometr yo'lni kechilab mashin bilan chiqib
şularning oldida kibr bo'lmasligi uchun, shular bilan bo'lgan bola vaqtidagi go'zal aslarimiz uchun shu yerlarga boraman. Uningdan sirt cho'qim bir tijorat yo bilim o'rganadigan so'rin bo'lsa, mayli pul qashlab boraman. Uningdan boshqa so'ringa bormayman. Nima qilaman? Behuda vaqt isrofchiligi. Shuğaşqa mening pulimning berkiti bor. Deymiz ham demak, mushundaq ishlar sababidan hozir qilib shuning uchun iqtisodga ching bo'laylik, o'zimizga ching bo'laylik, tirishaylik. To'ttal pul topgan kuni o pullarni buzib chechib, aysh ishrat kayib sapoylik, pul topmoq bek ching, bek qattiq odamlar hammasi bek aqlli bo'lib ketib bordi. Qo'lingda borning qadrini qilmasang, vaqti kelgan chaqda non ilg'isang, nonsiz qolasan, non ilg'isang, nonsiz qolasan, qadr qimmatsiz qolasan. Agar mening deganim to'g'ri qolsa, xalqim sho'di deb qo'yinglar, shu vaqtda deydiganim. Mush ayollar, xonim, yosh cho'kan qizlar Əylərinlərin qədriga yetinglar, japa tatib, bir kun kechqirgacha xizmat qilib, paypaslab, qayerdan bir 100 qo'y chiqar, qayerdan 200 qo'y chiqar deb, shu yerib kirgan vaqtida bir go'zal chiroylaringlarni, illiq tabassuminglarni, chiroyli partiqlaringlarni taqab, gaziyatlaringlarni chigib, ayollarga xos bir muloyimliginglar bilan oldiga bir chayni qo'ysanglar, bir kunlik hodiga chiqib ketadi. Shu japokash əylərning qadriga yetishinglarni chin qalbimda umid qilaman. Analarımız salamet olsun, atalarımız mı salamet olsun, rahmet halkım. Ben sizlerden öy mülikçi oğlunla ana vereceğim. Öy mülikçe ait soraydıgan mesletlerinle alıp kalsa, ündüdür hem telefonda 156 28 17 95 17. Rahmet, salamet bulunla.